video o'yin bo'ladi. Hazil bolalar. Hammaga heyyo Minecraft ixlosmandlari, sizlar bilan birgalikda men Shakir YouTube va bugungi videomizda Minecraftdagi ko'p so'ralgan emas normalniy odam so'ragan mob nul haqida. Bilmayman bu nega istagan nimasi bo'yicha o'qgan, lekin ko'pchiliginglar shu qoravoy haqida so'rabsizlar menda. Videomizni boshini men Telegram kanalimga tashlaganim, qani undagi reaksiyalarni bitta ko'raylikchi. Siz hali endi boshlamasdan turib ketmoqchimisiz? Siz ketsangiz biz nima qilamiz? Sizdaqa videolarni hech kim qila olmaydi. Siz ketsangiz men qayerdan video chopaman? Telegram postimdagi gaplar menga prosta motivatsiya berib o'rib. Bunaqa obunachilarim bor ekan, men YouTubedan ketmayman. Va yana bir gap, shu videodan keyin bizning kanalimizda 2000 ta negr bo'lar ekan. Buni bizlar nishonlashimiz kerak. 5 minutdan so'ng. Da, men hozir video chopdim. Endi kommentga o'tib hate qilinglar. Bo'pti, gapni cho'zmasdan mavzuni boshlaymiz. Bu voqea ancha oldin bilgan. Lekin asla bilmayman qachon bo'lganini. Ikkita bola merochi bo'yinga kirdi va qattiqdir qishib bir-birini urib ketdi. Ular bir-bilan urushayotgan payt Minecraft qotdi va u paydo bo'ldi. Uzr, bu o'rimchak odam emas, bu nulning eng kuchsiz varianti. Xullas, bizning qahramonlarimiz survival qilish uchun daraxt kesishni shundan chiqmayaptimi? Qahramonlarimiz daraxt chopishni boshlashdi va Minecraftda qandaydir noodatiy qotishlar boshlandi va bularni yana qanaqa entity nul qilayotgan edi. Orqa fondagi musiqaga e'tibor bermanglar, bo'lmasa kechasi uxlamaysizlar. Qahramonlarimiz tosh sindirib, toshlarni rivojlanishga o'tib ketishdi va keyin go'sht va yotoqxona uchun qo'y o'ldirishni ham boshlashdi va shu payt osmon qorong'u bo'ldi. Buni kim qilganini bilibsizlar. Agar bilmayotgan bo'lsanglar, bularni hammasini negr odam qilibdi. Ko'p o'tmay uy qurishni ham boshlashdi. Tun kirdi va bular qorni och qolib go'sht yeyish uchun qo'yni o'ldirishga borishdi. Qanaqa bu hozir qora edi-ku. Ko'rishimiz mumkinki, bu qo'yni ichiga negr odam kirgan. Qo'yni o'ldirgandan keyin bunda qandaydir effektlar paydo bo'ldi. Keyin bular shaxtaga tushib, yana tosh qazishga tushdi. Keyin shu payt nulning ayol varianti paydo bo'lib, bularni o'ldirdi. Va shu tariqa bo'sh juftligimning qissasi tugadi. Mana video ham o'zida qo'yasiz. Yettizlar esa kanalga like bosib, videoga obuna bo'linglar. Sizlar bilan Shakir bo'ldi.